Forex platformalari. Bu valyutalarni sotib olish, sotish imkonini beruvchi onlayn vositalardir. Ular virtual bozor sifatida ishlaydi va treyderlarga real vaqtda valyuta ayirboshlash imkonini beradi. Forex platformasidan foydalanish uchun ishonchli broker orqali hisob ochish, unga depozit kiritish kerak. Shundan so'ng treyder bir valyutani sotib olib, boshqa valyutani sotish orqali savdo operatsiyalarini bajarishi mumkin. Samarali savdo qilish uchun valyuta juftliklarini tushunish va narx harakatlarini tahlil qilish muhim. Bundan tashqari, risklarni boshqarish ham e'tibordan chetda qolmasligi lozim. Boshlang'ich kapitalni ehtiyotkorlik bilan ishlatish, kichik miqdorlardan boshlash va xavf chegaralarini belgilash tavsiya etiladi. Eng mashhur va keng tarqalgan forex platformalaridan biri bu MetaTrader 4. Shuningdek, MetaTrader 5 ham keng foydalaniladi. Chunki savdo maydonchalari unchalik ko'p emas va aksariyat treyderlar ushbu ikkitasidan foydalanadi. Bu platformalarda broker orqali ochilgan hisobni ulab, turli vositalar yordamida bozorni tahlil qilish va valyutalarga investitsiya qilish mumkin.